Assalomu alaykum hammaga. Bizda yangi devor mebel. Xo'p, mana shu joydan boshlanadi. Tagi tokcha bo'lgan, o'xtashashgan. Buni chiroyli qilib bekitib berishadi. Aylanasiga mana shu kulchatilgacha keladi, xudo xolisa. Bu xonamizda 4,5 metrdan oshiqroq, 4,60 atrofida. Xo'p, bizda ikkinchi xonamiz. Bu tarafimiz 3,60. Xo'p, narigi ikkita tokchalar tagi ham mana shunday buzilgan va shu holatda o'sha rodban qilib qo'yishadi. Xo'p, eshik bor. Eshigi tepasida ham mana shu tumbuchkaga o'xshatib joy qilamiz. O'rtada televizor podstavka bo'ladi. Sekin ko'rsatib boraveramiz. Birinchi xonamizning korpusi tayyor bo'ldi. Xo'p, o'rtada televizor podstavka, o'sha tepada o'sha rozvetka, o'sha antena keladigan joylarga teshik ochib qo'ydik, orqada qolib ketdi. Xo'p, yoni arzon variantda bo'lyapti, o'zlarining eskilari ishlatilgan. Xo'p, eshik tepasiga ham tumbuchka qo'yib qo'ydik. Tayyor bo'lib qoldi, ko'rsatib boraveramiz. Xonamizning korpusi tayyor bo'ldi. Ikkita shkaf bo'lyapti, garderob, bittasi turmo, bittasi o'sha polkali. Derazaning bu tarafi arzon variant tayyor bo'lib qoldi. Devor mebelimiz tayyor bo'ldi. Birinchi xonamiz. Xo'p, eshik bizning ijodimiz emas, biz faqat mebelchimiz. Xo'p, o'sha televizor podstavka o'rtada, tepada tumbuchkalari bor, eshigi tepasida ham tumbuchkasi bor. Xo'p, bag'i o'sha arzon variantda polkalar qo'yib qo'yilgan. Xo'p, bu xonamiz eng chekka polka, ikkita garderob. Turmo. Oshxonalarimiz vakuumli. Jami metri 820, 10 million 300 ming so'mga tayyor bo'ldi. O'zlarida eski shkaflarni ko'p foydalanganimiz uchun sal arzonroq tushdi. Rahmat hammaga e'tibor uchun. Qanaqa chiqdi? Fikr mulohazalar kommentariyada kutib qolamiz. Sog' bo'linglar.